Erkak bo'lmay o'l. Nimaga urding o'zlaring ayasi? Betlaring qursin sizlar. Odam sharmanda qildilaring. Xuddi birinchi marta uylanayotganda nima jirt qilasan? Menga o'xshamadi bu. Bor kelinni oldiga kir. Yo'qol. Nima pulni sochasiz? To'yxona deb hamma pulni sochdi, sotdi o'zingiz ishlab topganda, ja indamasa raqqosani ko'tarib o'ynadingiz. Ha? Ichgan ekan raqqosa. Siz nimaga ishdingiz? Bir o'zi ichishga qo'rqar ekan. Oq ko'ngilga men yordam berdim. Ya ko'nglingizga qo'tir jamasho. Boring to'yxonani tozalab keling. O'rtoq, shundoq kirasan, birinchi asalatasan, keyin tuxumni qaynatilgan bor. O'shandan 4 ta ye, beling baquvvat bo'ladi. Ha, beti qursin, mol. U ish bugun emas, tushundingmi? Turing qol berdim. Ko'p yashang kelin. Ha, endi kelinjon, bu uyda qonun qoidasini sizga tushuntiradigan bo'lsak, dadajoningiz mana bunaqangi shirinliklar yeyolmaydi. Endi bankim bekirikni shirinliklaridan, salatlaridan va kalbasalaridan yeydilar. Bankim bekirikni nonidan yeydi. Endi u yerda nonni xamirtirishga bo'ladi-da, durujali non yesalar, ijogasi qaynab ketadi. Bizning xonadonimizda erkak bosh. Hech qachon erkak zotini ko'ziga tik qaramang. Biror marta gap qaytarganmanmi? Gapiring bunday bir Yo. Qaytarib gap bilan so'ganu, lekin gap qaytarmagan. Xo'sh, kelin bola choyni bir yangilang. San qayga? Oshxonani ko'rsatay. O'zi iskab topib olar. O'tir. Xo'p. Illallamay o'l. Qara o'rtoq, shomdan keyin ko'chaga chiqmasan, chillalaysan, xonaga romantik muzikacha qo'yasan, xonani nim yoritib qo'ysang, hammasi. Ha, beting qursin, sharmanda. Hozir rasvo bola ekansan-ku. 20 yil oldin qayda eding? Ana ho'kizga o'rgatarding. Meni kunim faqat qoraxonada o'tib ketdi. Nim yorug'ligini qaydan bilaman? O'rgatana ho'kizga. Men bilaman-ku.